Steam'da nima o'yinlar menga qiziq o'yinlar berilyapti ekan. Xo'sh. Buncha pulim yo'q. Skidka yaxshi, prosta pulim yo'q, yaxshi. Pulim yo'q. Buni nimaga qo'shganman o'zi? No, pulim yo'q. Opa, vasha mat. Ya'ni sizning onangiz $0.74 tushibdi. 25% skidka. Olish kerak menimcha. Endi men o'zbekcha gapirish tarafdoriman. Tam aktivist aytganlar yoki shunga o'xshaydigan balobatlar to'da-suda ko'pchilikka yoqmaydi. Ruscha gapirsam, mayli unda o'zbekcha gapiraman ko'pchilikni so'ragansiz uchun. O'yinni ismini ham tarjima qilib qo'yganimiz yaxshi, to'g'rimi? Sizning onangiz 25% skidka bilan sotilyapti ekan. Umuman g'alati eshitilyapti. Nima deyishim mumkin? Endi o'zbekcha gapiramiz. Перейти к оплате, ya'ni sotib olish bo'limiga o'tish va albatta sotib olish. Opa, bu biza уже sizning onangizni sotib oldik. Endi buni o'rnatish kerak xolos. O'rnatib olamiz. Tak, sizning onangiz yuklab oldik, endi uni o'ynab ko'ramiz. O'ynash. Xo'sh, sizning onangiz уже o'yinga kiryapmiz. Ko'ramiz sizning onangiz qanaqa o'yin ekan. Umid qilaman, normal o'yin. Men roziman. Onani turini tanlasa ham bo'lar ekan. Sekin ona Pekin, ya'ni Xitoylik ona, Guangdong ona, Uxuan ona, короче, bizga oddiy ona ham bo'laveradi. Ruskiy ona. Afsuski o'zbekcha ona yo'q, lekin o'zimda o'zbekcha ona bor, shuning uchun men ruscha onani tanlayman. Umrimda birinchi marta onani tanlashim. Tak. Mana endi sizning onangiz, to'g'rirog'i rus onasi, to'g'rirog'i sizning onangiz degan o'yin ichidagi. Xullas, maydalashmaymiz. Bu sizning onangiz degan o'yindagi ona. Rus onasi. Sizning onangiz, короче, nima bo'lsa ham bu ona orqasida berserk yemayu. Keyin nimalar qilsa bo'ladi bu ona bilan? Ona deyishim bir g'alati eshitili ekan. Tak. Smenit одежду, ya'ni kiyimni o'zgartirish. Ustini bos. Oddiy ona. Dalyanskiy ona. Shandunskiy ona, nima edi bular? Severovostochniy ona, yana nimalar bor? So'roqchalar, Steam, keyin Britanskiy ona. Tak, bular hol ochilmagan ekan. Rus onasi, futbolniy ona. Opa, futbolniy ona. Mat Taco. Que jogo é esse que você tá jogando? Poxa. Yaxshi diyor. Você me irrita. Hola, hijo. ¿Otra vez Hola. estás jugando? Carajo. Salom alaykum. Gapiring. Gapirmayapti. Ona gapirmayapti. Короче, rus onasini bossak, bizga ruscha bidirlaydi. Salom o'g'lim, deyapti. Во что играешь? Mat Yakudza, ya'ni Yakudzaning onasi, nima? ちょっとこら お母さんで遊ぶな Anime shekli, salom alaykum. く Buyuk ona. Sizga gul tabriklaymiz. Yaxshi, real hayotda onamga holi gul bermaganman, lekin virtual olamda berdim. Juda inqillamang. Santa ona. Короче, bizga oddiy jimgina ona ham bo'laveradi. Ona timerlik ona. Nima baloydi bular? Oddiy onaga qo'yib qo'yaylik. Keyin nima qiladi? Pak. Так, bunga qo'yib. Привет, сынок. Привет, мама. Во что играешь? Да фиг его знает. Nima Ты bilindi? очень меня разозлил, сын. Nima xafa qildim? Короче, shunaqa funksiyasi bor ekan va boshqa onani ham cho'qirsam bo'lar ekan. Ya'ni do'stimning onasini cho'qirsam bo'ladi. Afsuski, men do'stimning onasi yo'q. Hol sotib olmagan. Tak, do'stim hozir o'ynayapti ekan. Davay, go. Do'stim. Tak, bosyapman. Cho'ta menga javob bermayapti. Kontrol bosayotibdi ekan do'stim. Bunaqa do'sti bo'lgandan bo'lmagan yaxshi. Tak, men qayerlarda yuribman, mana. Mana. Xullas, endi yana nima qilib biladi ona?
yaqinlashtirsak bo'lar ekan, siz onangizni. Keyin bu yoqqa o'girsak ham bo'lar ekan, bu yoqqa pastga, tepaga, tak, mana bu Ну, yoqqa. Отойди. Uzoqlash dedi. Nimaga? Nimaga? Men balki sizni yaqindan ko'rmoqchidirman. Keling-qa. Ha. Hoppa, bu yoqqa qaraysiz, tepaga, pastga. Ну, Отойди. Nimaga uraverasiz? Mayli, hay. Не забудь поесть, сын. Hay, ovqat yeyman. Tak, mana ushlasa, qayerda ushlasa bo'ladi? Umuman, prinsip ushlab bo'ladimi o'zi? Tak, mana bunday qilsak bo'ladi. Keyin parametrlar degan joyi bor ekan. Короче, ona bilan ko'p ish qilsak bo'lik. G'alati eshitilar ekan. Ha, ishlar. Keyin yana nima qilsa bo'ladi? Mada, ona bilan boshqa ish, ya'ni sizning onangiz, ya'ni У тебя на ваша завтра mать. все готово. Ну, отойди. Xullas, ona meni urib olar ekan. Nu, rahmat. Bo'ldi, menimcha boshqa ona bilan boshqa ish qilib bo'lmaydi. G'alati eshitilar ekan. Shu uchun sekingina o'yin yopamiz va iloji bo'lsa vazrat qilib olish yo'lini qilishimiz kerak edi. Tur yoqib turing.